Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtəmin Əli əfəndining 21-ci əsrdəki müstəmləkə Xitayning imperatorluq izdishi temidagi maqolasi 26 aprel kuni Induslands xəbər torida e'lon qilindi. Maqolada Xitayning mustamlakachilik tarixining intayin murakkab va ko'p taraflamali ekanligi, Xitayning Apyon urushi mezgilidan Ikkinchi dunyo urushigacha chet el kuchlarining mustamlakasiga uchrab, Xitoy Kompartiyasining boshqarishida zamonaviy millat va markaziy millat shakllanganligi. 1949-yili partiya davlati borliqqa kelib, Sharq Turkiston va Tibetni ishg'ol qilib, ilgari Manju imperiyasi tarafidan mustamlaka qilingan Xitoyning mustamlakachiga aylanganligi. Dastlabki mezgillarda Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetdagi mustamlakachiligi bu davlatlarni zamonaviylashtirishga yordam berish va ularni yangi va haqiqiy sotsialistik davlat sifatida o'z-o'zini boshqarishiga yo'l qo'yish tirishchanligi bilan yoshiringanligi. Mustamlakachilik hukmronligini yoshiringan Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarning siyosiy huquqini cheklaydigan atalmish avtonom rayon borliqqa kelib, davlatining asliga kelishining oldini olganligi. Bularga osonliq millat deb nom berib, ilmiy huquq bermay, ularga hokim bo'lib olganligi. Xitoyda tilning, bo'libmi siyosiy tilning kollektiv ong va ijtimoiy siyosiy amaliyot jarayonidagi muhim ahamiyati. Tarixdan buyon Ching sulolasining atalmish Xinjiangni Yava, Chetyaqa, Xitoy mahbuslarini avatadigan cho'l deb tunutganligi. Bu tunutishning Xitoy mustamlakachiligining yoshirin asosi ekanligi. Ching sulolasining 1877-yili mustaqil bo'lgan Qashqariyani o'ziga qo'shib olganligi. 1884-yili yangi territoriya ma'nosida keladigan Xinjiang deb ism qo'yganligi. Ching sulolasi va Gomindanning Sharq Turkistonni bo'ysundirish uchun Xitoy ko'chmanlarni o'rinlashtirishdek turli usullarni qo'llansimi, diniy va siyosiy rahbarlarning qarshiligiga uchraganligi. Toki 1949-yilning oxirigacha buning davomlashganligi. 1949-yili Xitoy hukumati Xitoy mustamlakachi kuchlari duch kelgan asosliq raqobatning mustamlakachilar bilan mustamlaka qilinuvchilar o'rtasidagi muhim madaniyat, ijtimoiy va diniy farq ekanligi. 1949-yilning oxirida Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan vaqtda nupusining 4% ga yetmaydiganligi, yerlik Uyg'ur va boshqa turk guruhlarining nupusining 90% dan ko'pragini tashkil qiladiganligi. 1953-yilga kelganda Xitoy ko'chmanlarining nisbatining 6% ga o'rlaganligi. 1964-yili 33% dan oshib ketganligi. 2020-yildagi eng oxirgi nupus tekshirishga qaraganda Xitoy ko'chmanlari Sharq Turkiston nupusining taxminan 41% ni egallaganligi. Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining nisbatining 60% ga yetmaydiganligi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Stalin bilan Mao'zedong o'rtasidagi maxfiy kelishimni asos qilib, Pingdaxuyning bevosita rahbarligida Sharq Turkistonga besib kirganligi. İşğaliyatdan keyin armiyaga Sharq Turkistonda turish buyurilganligi. Pingdaxuy 1949-yili 12-oyda Sharq Turkistonning vaziyati to'g'risida Mao'zedongga bergan dokladida bu rayonga Tangjiyoning qo'mondonligida 240 mingdan ortiq askarning o'rinlashtirilganligini bayon qilganligi. 1951-yili Xitoy Kompartiyasi Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi uchun yangi baza qurishni qaror qilganligi. 1954-yili Sharq Turkistonni mustamlaka qilish uchun ishlab chiqarish qurilish askariy guruhini Shexanziga o'rinlashtirib, ya'ni rag'batlantirish siyosiy va boshqa texnika va ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot tirishchanlik orqali Xitoy mustamlakachilarining keng ko'lamda ko'chishiga qulaylik yaratib berganligi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni assimilyatsiya qilish va irqiy qirg'inchilik yurgizishni abadal ishg'ol qilish chorasi sifatida qaraydiganligi. Qashqarning Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sirini kengaytirishdagi intayin muhim strategik o'ringa aylanganligi. Xitoyning bu rayondagi kengayishini irqiy qirg'inchilik va mustamlakachilikdan yildiz tortgan sistemlik zulm orqali ko'chmanlar mustamlakachiligi deb tasvirlashga bo'ladiganligi. Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlakasining asosliq alayidligi, ya'ni 1955-yili Xitoy Sharq Turkistonni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atab va boshqa avtonomiyalik rayonlarni qurib, o'ziga qilchimi o'xshashligi bo'lmagan Sharq Turkistonni o'zining viloyatlarining biri sifatida boshqariladigan avtonomiyalik o'rin qilib olganligi. Buning Xitoyning mustamlakasini yoshirishdagi aldamchilik taktikasi ekanligi. Uyg'urlar va xalqaro jamiyatni Xitoylar bilan o'xshash muomala qiladiganligiga ishontirishga yetaklaganligi.
Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning diniy an'anasi va odatiga dastlabda aralashmaganligi. 1944 yili va 1933 yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining ideviy asosi bo'lgan Uyg'ur millatchiligiga qilcha yo'l qo'ymaganligi. Uyg'ur millatchiligi Xitoyning atalmish Şinjandagi hukmronligiga tahdid deb qaralganlikdan azaldan Xitoy mustamlakachiligining asosliq nishoni bo'lib kelganligi. Sharq Turkistonning tarixini burmlab, Sharq Turkiston xalqining ingiga Xitoyning azaldan ayrilmas bir tarkibiy qismi ekanligi ingini singdirganligi. Bu qarashning Sharq Turkiston xalqining 6-asrdan 1949 yilgacha bo'lgan tarixiy hujjatlar va xaritalarda e'tirof qilingan Sharq Turkistonning tarixiy davlat ekanligini va 20-asrning oldingi yarmida mavjud bo'lgan qonunliq Sharq Turkiston Jumhuriyati davlatini rad qiladiganligi. Xitoy mustamlakachiligining to'xtovsiz kengayimchilik nishonining Sharq Turkiston va Tibetdan halqib ketganligi. Kengayimchilik qilishda Xitoy majburlash va rag'batlantirishni asos qilgan strategiyalarni birlashtirganligi. Dastlabda Xitoy kun sayin kuchayotgan harbiy kuchi, iqtisodiy ta'siri va diplomatik aloqasiga tayanib, qo'shni davlatlarni talash-tartishga zaminlardan voz kechishga qistaydiganligi. Bir belbog'i bir yo'l qurilishi tashabbusiga o'xshash boshqa davlatlarni qoyil qilish uchun iqtisodiy qo'llash va siyosiy rag'batlantirish bilan ta'minlaydiganligi. Xitoyning Rossiyaning O'rta Osiyodagi mavjudligining ojizlashishidan foydalanib, O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sirini kengaytirayotganligi. Xitoyning tarixiy g'oyasi va tajribalarini asos qilgan bu kengayimchilik siyosatining boshqa davlatlarda takrorlanadiganligini ko'rishning mumkinligi. Sharq Turkistonning echinishliq vaziyati bizga Xitoyning mustamlakchilik ideviy harakatini aniq ifodalaydiganligi. Boshqa davlatlar cho'qim Xitoyning yumshoq va qattiq strategiyalarni birlashtirish orqali hukmronlik qilish orzusiga qarshi hushyorlikni saqlashi kerakligi. Amerika rahbarligidagi xalqaro tartibning ta'siri tuvanlab, Xitoyning kuchining eshishiga ergishib, Xitoyning mustamlakchilik orzusi borgan-sari ro'shan ifodalanayotganligi. Xitoy o'zaro taraqqiyot va hamkorlik nomida qo'shni davlatlarni o'ziga qo'shib olish haqida texmo jasoratlanganligi bayon qilindi. Mamtiman Ala apandining bu maqolasi yana turk matbuotlaridami xabar qilindi. Xabar Nida xabar kanali 28 aprel kuni maqolani tafsiliy bayon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi ishtirok qilishi bilan yozilgan yerlik CVS dorixonalaridan Qizil Xitoyga qadar cho'ng yangilanishning qo'l epchiligi degan temadagi maqola Stream xabar to'rida 26 aprel kuni e'lon qilindi. Maqolada Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining foyda oladigan shirkatlarni uyg'otadiganligi, xo'jayinlarning ikki yuzlamachiliginin hech bir yerda Xitoyning kishilik huquq masalasiga tutgan pozitsiyasida ko'ringandek ro'shan ko'rinmaganligi, buning kishilarning esidan chiqmaydiganligi, Nike va Alma shirkatiga o'xshash uyg'ongan shirkatlarning g'arbga sistemlik irqiy qirg'inchilikqa qarshi ovoz chiqarganlarga signal bergan bilan ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi siyosiy mahbuslarning qul amgikidan foydalanib, necha $100 million kirim qiladiganligi, bu xil eksiklikning yer shaharchilarning harakat markazi bo'lgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın merkezinde görülgenligi, Xalqaro Emgek Teşkilatı'nın yaqında chiqargan qarorining biroz ümid ato qiladiganligi, bu guruhning xizmatlarining dunyo miqyosida majburiy emgakni oshkorlash va to'xtatishga bag'ishlanganligi, yaqinda qo'llanmaga tuzatish kirgizilib, Sharq Turkistondagi millionlab mahbuslarni ishlatayotgan keng yutuqlarni taqaganligi. Agar amaliyleştirilsa, bu o'zgarish Xitoy ziyonkashlik qilganlarga zo'r o'zgarish elib keladiganligi. Jazo lagerlaridan tortib, cho'ng shirkatlar boshqaradigan zavodlargacha bo'lgan ta'minlash zanjirini yo'ritib beradiganligi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga bu islohotni umumyuzlik qo'llanish uchun besim ishlatish kerakligi. Xitoyga o'xshash qiynashga qarshi turish ahdnomasi, har xil irqiy qirg'inchilikni kamsitish va ayollarga qaratilgan har xil kamsitishni yo'qotish ahdnomasi, kishilik huquqqa hurmat qilish ahdnomasiga o'xshash turli ahdnomlarga imzo qo'ygan davlatlar uchun bu ishning osonga to'xtamaydiganligi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining yetakchiligidagi 60 tashkilot Kengash palatasida ma'qullikdan o'tishini talab qilgan, Avom palatasida ma'qullikdan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi orqali Amerika Tashqi ishlar ministrligining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Sharq Turkiston uchun Xitoyni javobgarlikka torta oladigan tuzilgan kelishimnomaga amal qilishi uchun besim qila oladigan moslashtiruvchi tayinlayoladiganligi. Kengash palata a'zolarining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va qulluqqa qarshi turish kerakligi bayon qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin jumhur raisi
Jazo lagerlarining muhim guvohchisi doktor Sayragul Savutbay xonim 27 aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrining Kista rayonida o'tkazilgan Shvetsiya qalamkashlar va yerlik Uyg'ur tashkilotlari sohibxonlik qilgan faoliyatga qatnashib, Xitoy mutaxassisi va jurnalist Hanna Sehlik, Xitoyshunos Frederik Falman, doktorashli o'quvchi Patrik Halron va nashriyatchi Lars Narin bilan Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa to'g'risida to'xtaldi va Xitoyning yovuz niyatidan dunyo xalqini ogohlantirdi. Xitoy yanada bostirish usulini qo'llanib, texmo vayron bo'lishga qarab maqmoqda. Dushanba, ya'ni 29 aprel kuni Xitoy Davlat bexatarlik ministri Chin Yeshinning Xitoy Kompartiyasi maktabining rasmiy gazeti bo'lgan o'g'inish vaqtida e'lon qilgan maqolasida davlat bexatarlik organlarining mas'uliyatini asos qilib, yetakchi sifatida umumiy davlat bexatarlik hukumida ching turish va og'dirmchilikqa qarshi turish uchun zo'mgarlikka qarshi turish, bölgünçilikka qarshi turish, terrorlikqa qarshi turish va josuslikqa qarshi turishdan iborat 5 ga qarshi kurashni cho'nqur qanot yayirish kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Maqolada og'dirmchilikqa qarshi mudofaa urushida cho'qim yaxshi kurash qilishimiz kerak. Siyosiy bexatarlikni qo'g'dash uchun Po'lat cho'ng sepil qurdik. G'arbga qarshi turish va Xitoyga qarshi dushman kuchlarning bölgünçilik o'rnishiga qarta hushyorligimizni o'stirib, chet elning singib kirishi, buzg'unchilik, og'dirmchilik va bölgünçilik faoliyatlariga qattiq zarba berib, rang inqilobidan qat'iy qo'g'dishimiz, siyosiy bexatarlikka ta'sir yetkazgan tuproqlarni tozalashimiz, har xil xato ideyaviy yuzlanishga qarshi turishimiz, har xil xatarlarning siyosiy bexatarlik sohasiga tarqalishining oldini olishimiz kerak. Har qanday shakldagi Tayvan mustaqilligi bölgünçilik suiqasdini qat'iy mag'lub qilib, tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi turib, yangi qonunni umumyuzlik yo'l qo'yib, qonun bo'yicha hujum qilish iqtidorini umumyuzlik o'stirib, josuslikqa qarshi yaxshi hujum va mudofaa urushi qilishimiz kerak deyilgan. O'qimishliqlar sepidagi nupuzga tayinib tasmaliq shalg'utliq tutumini bozor topqizish bilan yoshirin oldagi ro'yish fuqarolik sepiga o'tish hodisalari millat istiqboli uchun elib aytganda ichidan xuratquchi vaboliq jihatdan farqsiz tutum, ijtimoiy illat va marazliklar jumlasidandir. Agar bu tür illat va zihniy marazliklar asoratlik davrlarda normallik bilingan, ammo bugünkidek surgundi, qo'g'landi, qochqin va musofirlikda sarson yashashga majbur qilish tufayli masalaning binormalligi uqilgan turibmi, yuqorqidek binormallikqa to'lgan illatlarimiz qaytadan tirilmaydiganga o'jiqish o'rniga adashga qarab ketayotgan bo'lsa, bu bizning hilam tangri qamchisidan silkinishni bilmasdan zulmga oshno bo'lishni davomlashtirayotganligimizni, angsizligimizga qaratib tekkizilgan uqubat qamchilarini yaptiribmi, angliqlashishni ichimizdan rad qiladigan xohishga ega bo'lib kelayotganligimizni tushundirdi. Shundaqla mazlumlikdan iborat tajovuzchi zolimga qarshi har turli qarshilik vositalarini ishlab chiqarish engimizni harakatdan to'xtatishga elib bordi. Hamda mazlumlik suhbatimizda harakat va qarshilik qilishda vosita tanlamaslik imtiyozlariga ega bo'lishimiz qaramay, qahramonlarcha yashash imtiyozi va salohiyatini cho'rib tashlayotganligimizni, qisqasi zolimning qo'lida halok bo'lishga moyillik ichida ketayotganligimizni, haqqa kelganda bo'yin to'lg'ashqa, mustamlikachiga kelganda uningdan shafqat kutib parda orqasida noma'qullik ko'zini qisishga tayyor holatda ekanligimizni tushuntirib berdi. Ajaba bular zulmga haqli qilishning, qamchilanishmi ozlik qiladigan halokatga ongsizlarcha tilab tepishning beshorati bo'lmay nima? Acaba bu ahvollar qayerga changa solsa, shu changasida o'linishni kutib yotadigan, o'ljaga aylanib kun kechirishni qurtilish biladigan, dushmaniga bo'lgan qarshilikni abadiylashtirish botironlikdan ko'ra o'sida ko'payib sesib yo'qolishni a'lo biladigan manqurtlikning ifodalari bo'lmay nima? Burhan Muhammadning maqolalaridan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.